Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, joninglar sog'mi? O'zimni mashinamni esinglarda bo'lsa, mana bu yoqda bir obzor qilgan edim. Ya'ni Deepal S7 121 Max komplektatsiyasi qora ranglisini o'zimnikini Xorazmlik klientlarga sotgan, ya'ni o'zimizdan podpischiklar olib ketishgan edi. Hozir mazza haydab yurishdi mashinani. Xuddi shunaqasidan mana boshqasi yo'qmi deb so'raganlar uchun xuddi shunaqasidan mana sotuvga olib keldik. Istoriyani o'ziga qo'ygan edim. Hali obzor qilib bermadim. Istoriyaga qo'ysam, klientlar telefon qilib, necha pulga sotiladi, holat qanaqa okalar video qilib beraman, ko'rasizlar o'shanda YouTube kanalimizda chiqadi degandik. Mana xudo xolisa bugun o'sha obzorni olish nasib qilgan ekan. Xo'p, mashinamiz S7 121 Max komplektatsiyasida umumiy miqdorda 1120 km bosib o'tadigan gibrid komplektatsiya, 5 litr atrofida yoqilg'i sarf qiladigan hadovoy yumshoq. Uncha-muncha gibrid avtomobillarga nisbatan buni hadovoy sistemasi ancha yumshoq hisoblanadigan avtomobillardan biri hisoblanadi. Mashinamiz 5 ishlik old siznlarda isitish, sovutish, hidab proyeksion displey, 360 gradus kamera, xullas o'zimga ravo ko'rgan mashina mana shu mashina. Xuddi shunaqadan, xudo xolisa mana bitta sotuvga keldi. Tanishlar 25 minggacha nima mashina maslahat berasan deb so'rasa, Deepal olinglar, baraka topasizlar deyman haligacha. Xuddi shunaqa mashina. Xo'p, bismillahir-rohmanir-rohim. Avtomobil zavod bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mashinamizda mana muzikalniy ritmga deysizlarmi, tashqaridan hattoki bu avtomobilda kolonkalari ham bor. Sport, Eco, normal rejimda yuradi. Tok ko'zda ham yursanglar bo'ladi yoki gibrid holatda ham yursanglar bo'ladi. 25 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Bu yerda podstakanchiklarimiz kattagina bor. Mana o'tirib olib, haydab ketishga vaqti zo'r. Undan tashqari avtotarmojeniyasi bor, Face ID'si bor. Misol uchun yo'lda ketyapsiz, qanaqadir holat bo'ldi, unda chapga qaradingiz, o'ngga qaradingiz, mashina sizni ogohlantiradi. Chalg'ima, inson rulga qara deb ogohlantirib beradigan funksiyalar bor. Pamit signallari ham bor. Xo'p, mana ko'rayotgan sizlar men saqlanib qo'yaman, o'zimga moslab, xuddi shunaqada regulировка qilib beradi mashinani. Xo'p. Bundan tashqari panorama tomlarimiz bor. Splashli mana ko'rasizlar, panorama qop-qora, ana quyoshda ham bemalol yuraverasiz. Xudo xolisa shtorkasi ham yopiladi buni. Ana ochish shtorkali bo'lmaydi. Hadovoy yumshoq. Deepalni birorta tanishinglar haydasa, biroz o'zingiz so'ranglar. Xudo xolisa hech qaysi klient mashinani yomonlamaydi. Xo'p, bu mashinamizga tayyor mana nakitkalar kidirib qo'yilgan. Xolasanglar olib tashlanglar, mana ichki holati ham, ko'jalari ham yangi hali. Shu olingandan o'zida nakit kiydirgan. Tinch holatda, ko'jalari ham qirilib ketmaydi. Shu olinganda nakit kiydirilgan. Shu bo'yicha mashinamiz yuribdi. Orqalarida ham ko'rayotgan bo'lsanglar, klimat kontrollari bor. Bu yoqda o'tirib ham bemalol orqada o'tirgan odam panoramani yoki bo'lmasa sidinalarni ham bemalol boshqarsa bo'ladi. Mana shu o'zidan klimat kontrollarini ham mana bemalol orqada o'tirgan odam ham maza qilib foydalansa bo'ladi. Xo'p. Endi orqasini ko'rsatamiz. Yukxona hajmi qancha degan savollar albatta sizlarda tug'iladi. Mana orqa dizaynlarini ham qaranglar mashinani. Ana oynasi ham bezramishli, ashi chiroyli. Podsvetkalari ham bor. Kechqurun polniy salonda tarpetkalar, orqa eshiklarda podsvetkalar ham bo'ladi. Juda chiroyli. Parktronik datchiklar oldin orqa bor. Xudo xolisa uzoq yo'llarda maza ketadi. Bundan prostoy paysalarda bagaj elektronniy bo'lmaydi. Qo'lda ochib yopiladi. Bunda to'laqonli mana elektron paket. Mana bu bagajni ham o'zingizga ustanovka qilsangiz bo'ladi. Misol uchun mashina ochilsa yoki mana bunda ochiladigan qilib nastroyka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni navorot jihatida hamma kerakli bo'lgan funksiyalari bor. O'zim yaxshi ko'rgan, o'zim maza haydagan, prosta kerakligi uchun sotgan edim o'sha paytda shu mashinani. Olgan odam ham maza yurtdi. Narxini ham juda chiroyli qilib berganman. Xudo xolisa buni ham narxini chiroyli qilib qo'yamiz. Xudo xolisa sunnatiga nazgina bilasizlar, obunachilar uchun o'tib beramiz. Lekin bu mashinani qiziqib ko'ringlar. Narxlari, Deepallarni tushmadi. Shundan 2 yil bo'ldi mashinalardan. Bu mashinalarni sotayotganimizga narx tushmadi bu mashina. Haqiqatan o'zini pulini ushab turgan. Chunki puliga stoyt zo'r variant bo'lgan mashina. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 25 ming kilometr masofa bosib o'tgan Deepal S7 avtomobilimizning narxini 22.900 qo'ydik. Sunnatiga har doim bilasizlar, obunachilar uchun nimadir o'tib beraman. Xudo xolisa, kimga qiziq bo'lsa murojaat qilinglar. Balon holati ham, hamma salon holatlari ham mashinaniki ideal. Nobodagi Toshkentga, shu Sergeliga kelsanglar, avtosalonda turibdi mashina, kaltini beraman, haydab ko'rasizlar. Qanaqadir kamko'z chiqsa, muammosi yo'q, bilasizlar, har doim o'tib berganman. Kelinglar, haydab ko'ringlar. Xudo xolisa mashinamiz sotuvda. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimni qoldirganman. Telefon qilsanglar, xudo xolisa gaplashamiz. Faqatgina avtomobil naqdga sotiladi, variantlar yo'q, faqat naqd to'lovga mashina sotiladi. Hammaga rahmat. Videoni shu joyda ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yinglar. Sizlarning bosgan laykinglar meni ko'proq mashinalar chiqarishimga undaydi. Sababi sizlar podдержка orqali bizning kanalimiz shu darajada rivojlanyapti. Joninglar sog' bo'lsin, yaxshi videolarda ko'rishaylik.